Ben mana shu dorilarni ta'sirini o'zimda qizimda sinab ko'rdim. Yangi yil arafasida shu nafas ololmayapman, hech nafas olmayman, boshim постоянно og'riq, nafas olishim qiyin. Kechasi bilan burnim tiqiq bo'lgandan keyin uxlolmayman deb savol qildi. Men aytdim, bunday bo'lsa borsangda nima dedilar desam, operatsiya taklif qilib turibdilar. Bo'lmasa tayyorlab qo'y, yangi yilda boramiz dedik. Yangi yilda bordik, keyin desam bordi akasi. Keyin aytdik, endi yangi yilda operatsiya bilan o'tirma, baribir ko'raylik. Biz 28larga ketdik-da. Keyin 5 kun o'sha alt, haligi uchun relax, growth, beauty, yaxshi uxlamaslik, miyalari, pamyatlari ham yo'qolib borayapti dedi. Chunki men dedi, chunki men dedi, yaxshi dam olib, netmandan keyin shu dedi, gaplar esimdan qilayotgan ishlar esimdan chiqib qolyapti dedi. Shuning uchun hamma narsasidan berdim. Men yani rejalashtirish uchun, miyalarni ishlatish, charxlashi, hammasi o'zini rejalarida yaxshi ishlash, hamma narsani berib 5 kun ishdi. Men aytdim, endi operatsiya kunini belgilagan, давайте borib ko'raylik desak, tushirib qaytadan ko'rdilar, yengib hammasi. Operatsiyaga уже ne yo'q dedi. Endi operatsiyalik narsa qilmadi. Quvonib qaytib keldik. 5 millionlik analiz topshirdik. Lekin 5 millionlik analiz topshirdik operatsiyasi uchun. Rahmat.